Jitellar qanaqa berkinmachoq, meni boshimni og'ritmanglar. Xullas sizlar bilan berkinmachoq o'ynaverib, men yutaverib zerikib ketganman. Sizlar вообще berkinishni bilmaysizlar. Kapot, shoshilma, biz tayyorlanib kelganmiz. Qanaqa tayyorlanish? Har safar tayyorlanganmiz deysizlar, lekin baribir yutqazib qo'yasizlar. Kapot, undan ko'ra sen o'ynab qo'ya qolgin, biz bu safar aniq yutamiz. Mayli, ko'ndirdinglar. Xo'sh, qanaqa shartlar bo'ladi? Xullas, birinchi bo'lib sen bizni izlaysan. Mayli. Keyin esa biz senga yashirgan joyimizni ko'rsatamiz. Nimaga yashiringan joylar ko'rsatsa, axir men sizlarni topib qo'yaman-ku. Kapot, oldindan maqtanishga shoshilma, hali ko'rasan. Mayli, tushunarli. Sizlar nima desanglar shu. Mayli, sizlar bekinsanglar ham bo'ladi. Men qidirishni boshlayveraman. Biz hozir bekinamiz, sen uyini ichida sanab tursang ham bo'ladi. Nimaga axir uyimni ichida, tashqarida sanay qo'ya qolaman. Xo'p, o'zing bilasan, xullas biz baribir seni yutamiz. Mayli, jitillar ketib qolishdi. Mayli. Xo'sh, barcha salom do'stlarim, sizlar bilan men Kompot. Xush kelibsiz mening yangina videoyimga do'stlar. Xullas, jitillar ertalabdan kelib boshimni qotirishdi. Qanaqadir bir berkinmachoq deydiman do'stlar. Har safar o'ynab yutaman, bilmayman nimaga ular berkinmachoq o'ynab charchashmaydi, bilmadim do'stlar. Mayli do'stlar, ular berkinishni boshladi. Menimcha men qidirsam ham bo'ladi. Xo'sh, aytib qo'yay do'stlar, men qidirishni boshladim, jetellar. Bo'ldi do'stlar, endi qidirsam ham bo'ladi. Xo'p, qayerdan boshlasam ekan? Menimcha do'stlar, ular har doimgidek osongina yashirinishadi, xolos. Men hozir bitta ularni topib olaman. Xo'sh, boshlanishiga bu yerlarda yo'q. Ana bu yerda ko'ringanday bo'ldi. Yo'q. Bu yerda yo'q do'stlar. Balkim ular yana mana bu yerga chiqib olishgandir. Nimaga? Axir ular yo'q. Mayli do'stlar, balki topib olaman hozir. Uyni tomida ham yo'q. Oldin shu yerga yo'q do'stlar, u tovuq ekan. Oldin shu yerga berkinishardi. Har safar o'ynaganimizda shunaqa oson berkinardi do'stlar. Mayli. Xo'p, balkim bu yoqdadir desam, yo'q do'stlar. Uyni ichiga kirib olgan do'stlar. Xo'sh. Axir uy sandiqning ichi ham bo'sh. Axir qanaqasiga men ularni topa olmayapman. Tushunmadim. Ular qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Mayli do'stlar, biroz izlaychi. 2 soatdan so'ng. Hali ham topmadim. U jitellar qayerda ekan a? 2 soat bo'ldi. Qachongacha izlayman endi? Kapot, qalaysan, ey? Jitellar, axir sizlar bu yerda nima qilyapsizlar? Kapot, topolmading-a? Qanday qilib sizlar bunaqa berkindinglar? Men sizlarni umuman butun qishloqni qidirib topa olmadim. Hattoki konga ham tushdim. Ishonasizlarmi, qidirmagan joyim qolmadi. Hamma yoqni ko'rdim. Hech qayerda yo'q edinglar. Qayerga berkindinglar o'zi? Xullas, Kapot, hozir senga tushuntirib beramiz. Lekin baribir topolmading. Axir qanaqa topish mumkin? Sizlar yo'q ketdilar. Yer tagiga kirib ketdinglarmi, bilmayman. Xullas, biz senga aytaylikmi, yo'qmi bilmay qoldim. Xullas, biz o'zimiz uchun berkinishga joy tayyorladik. Qanaqa joyligini aytaylikmi? Juda qiziqarli, chunki men sizlarni topa olmadim. Axir bunaqa bo'lish qiyin edi. Orqamizdan yur. Nimaga meni konga olib keldinglar, jitellar? Tush. Mayli, xo'sh. Hop, tushdim. Bu yerda lava bor. Bo'ldi, o'tish imkonsiz, qiyinroq. Lavani ichiga tush. Axir sizlar jinnimisizlar? O'lib ketaman-ku. Tush degandan keyin tush, Kapot, zararli emas, ishonaver. Xo'p, mayli. Voy, axir bu qanaqasiga? Axir qanday qilib men o'lmayapman? Jonim umuman ketmayapti. Bu qanaqa lava bo'ldi? Jitellar, axir qanaqasiga bunday bo'lyapti? Bu yer qayer? Stop. Kapot, biz mana shu yerga kelgan edik. Men tushundim. Mana shu yerda bo'ldi. Mana shu yerga berkingansizlar, to'g'rimi? Yo'q, Kapot. Qayerga berkingansizlar? Fakelni bosgan. Stop. Bu joy qayerdan keldi endi? Jitellar, bo'ldi. Demak, sizlar mana shu yerga berkingansizlar, to'g'rimi? Yo'q. Axir qayerga berkingan bo'lishinglar mumkin? Toshdan o'tgan, toshni orqasida sirli eshik bor. Xo'p, mana shu yermi? Mana. Tushunarli. Demak, sen mana shu yerga berkingansan, to'g'rimi, jitel? Men biroz mana shu yerga berkindim. Axir qanaqasiga? Qolganlar ham sig'ardi-ku. Qolganlar boshqa joyga berkinishdi.
Ha, tushunarli. Xo'sh, yetinglar, nimaga boshqa joyga berkindinglar? Axir shu yerga uchalalar ham sig'ar edinglar-ku, ham berkin olsanglar ham bo'lar edi. Ha, to'g'ri aytasan, lekin biz qiziqroq bo'lsin dedikda. Endi mana shu yerga Kapot, mana shu yerga kir. Xo'p, bu yerda nima qilaman men bu yerda? Sen bittamizni mana shu yerda ko'rmay o'tib ketgansan. Qanaqasiga? Qayerga berkingansan? Men tepaga turib olgandim. Qanaqa tepa va? Xolodilnikda turishi mumkin-ku, lekin xolodilnik ichi bo'm-bo'sh edi. Mana shu yer tepa qayerlarga berkingansan? Axir men tushunmayapman umuman. Yurganda. Xo'p, bu yer qayer endi? Bu nima bu? Hech narsa yo'q-ku bu yerda. Hozir biz senga tushuntiramiz. Mana shu eshikni och. Axir xo'p, mana shu yerni och. Bo'ldi, tushundim, Jitel. Axir sizlar qanaqasiga bunday narsalar o'ylab topyapsizlar? Qayerdan topyapsizlar bunaqa narsalarni, Jitellar? Aytyapmiz-ku biz tayyorlandik deb. Ko'rdingmi? Topolmaysan dedik, topolmadik. Jitellar, judayam rivojlanib ketibsizlarmi? Lekin ana shu uyga baribir tushunmadim, qayerga berkinganingni. Ha, mayli, xo'p. Endi 3-chi joyni ko'rsatmaysizlarmi yo ko'rsatasizlarmi? Albatta ko'rsatamiz, Kapot. Nima deyapsan? Hamma joyini ko'rsatamiz senga. Xo'sh. Endi qayerga keldim? Xo'p, qayerga kirishim kerak endi? O'zing bir taxmin qilib ko'rchi. Xo'p, hozir taxmin qilaman. Demak, 3-Jitel bu yerga kirgan yoki yer peri tagiga kirvogan. To'g'rimi? Shundaymi? Mana bu loyni qaziymiz va bo'ldi, tushunarli. Mana shu yerga berkingansizlar. Xo'p, mana bu yerda joy bo'lishi kerak. Qani? Yo'q, adashdim. Bu yerda joy yo'q ekan. Xo'p, qayerda berkingan bo'lishi mumkin? To'g'risi topolmadim. Qayerga berkingan bo'lishi mumkin? Xullas, Jitel men topolganim yo'q. Kapot, mana bu yerda buzgin. Qaysi? Mana